Uyda qon bosimingizni o'zingiz o'lchayapsizmi? Demak, katta ehtimol bilan bu qon bosimini noto'g'ri o'lchayapsiz. Va mana shu noto'g'ri qon bosimini o'lchash tufayli siz yoki noto'g'ri dori ichayotgan bo'lasiz, yoki bo'lmasam dorini ichishdan to'xtatib qo'ygan bo'lasiz. Bizda mana Moskvada Bakulova institutida o'rgatilgan qon bosimini o'lchashdagi qoidalarni ko'pchilik oddiy odamlar 90% buni bilmaydi. Bular nimalar? Birinchisi, ko'pchilik bemorlarda oldimga kelgan bemorlar aytadi, qon bosimini kofe ichib yoki erkaklar chekib yoki bo'lmasam alkogol, spirtdan keyin sirazi kelib o'tirib o'lchashi. Kofe yoki chekishdan keyin yoki yurib kelgandan keyin to'g'ri o'lchash qoidasi siz kamida 15 minut yoki bo'lmasam 30 minut tinch holatda o'tirganingizdan keyin qon bosimingizni o'lchashingiz kerak. Ikkinchi xato, bu qon bosimini bir martagina o'lchab o'sha raqamni hisobga olish. Ayniqsa hozir bizda mana avtomatik qon bosim o'lchaydiganlar bor. Avtomatik qon bosimni hada ham o'lchayotganingizda kamida 3 martada qon bosimini o'lchab o'sha o'rtacha raqamni olish kerak. Bemorlarim kelganda aytadi, doktor, qon bosimni o'lchayapman, qon bosim tushib ketdi deydi. Qanday o'lchadingiz desangiz, qon bosimi shu bir marta avtomatda qo'yadi-da, aytadi, o'zingizda qandaydir shikoyat bormi, boshingiz aylanayaptimi yoki holsizlanyapsizmi desa, yo'q, holsizlanmayapman, hech qanday shikoyat yo'q, o'zimni yaxshi his qilyapman, lekin qon bosimni o'lchaganimdagi ko'rsatkich yoqmayapti menga deydi, yoki doimo baland yuribdi deydi. Lekin bemor hech narsani his qilmaydi. O'sha paytda bemorlarda o'zim qon bosimini o'lchaganimda qon bosimi normal ekanligini ko'raman. Keyin sabab nima bo'lib chiqadi? Shu bir marta o'lchashadi, bo'ldi, o'sha hisobni olishadi. Uchinchi xatolik, qon bosimini faqatgina bitta qo'lda o'lchash. Bu nima uchun deysizlarmi? Qon bosimda har doim ikkita qo'lda o'lchashning yaxshi tomoni, sizda qon bosimingiz ikkita qo'lda ikki xil bo'ladi hamma odamda. Agar qon bosimi bu qo'lingizda 100 ga 70, lekin bu qo'lingizda 120 ga 80 bo'layotgan bo'lsa, bilingki, baland chiqqan qo'ldagi qon bosim ko'rsatkichi to'g'ri hisoblanadi. Sizning qon bosimingiz 120 ga 80. Keyingi xatolik, qon bosimini o'lchaganda ko'pchilik bemorlar yoki oyog'ini chalkashtirib o'tiradi, yoki o'zini juda tashlab yuborib o'tiradi, yoki bo'lmasa oldinga juda egilib ketadi. Eng to'g'ri o'lchash oyoqlarni tekis tushirgan holatda orqaga biroz suyanib, o'zimizni bo'sh qo'yib, qo'limizni yelka balandligida qo'yib o'lchashdir. 6-xatolik, hojatga chiqsa kelib kimnidir tualetga chiqsa kelib turgan paytida qon bosimini o'lchash. Bu paytda fiziologik holatda qon bosimingiz 10 yoki ba'zi birovlarda 20 mm rtutniy stolbagacha baland bo'lishi norma. Bu paytda qon bosimi ko'tarildi deyish xatolik hisoblanadi. Avval hojatga chiqib kelib, keyin qon bosimingizni o'lchang. Va eng oxirgi xatolik, bu manjetni noto'g'ri qo'yishi. Azizlar, e'tibor beringizlar. Mana bu bilak tirsagingizdan 2 barmoq yuqorida qo'yib o'lchashingiz kerak. O'shanda o'lchayotgan qon bosimingiz ko'rsatkichi to'g'ri chiqadi. Va ko'pchilikni qiynaydigan savol, ertalabki qon bosim to'g'rimi yoki kechqurungi qon bosim to'g'rimi? Kardiolog sifatida xalqaro tajribamdan kelib aytaman, qon bosimni 2 mahal kamida, bo'lmasam 3 mahal o'lchash eng to'g'risi hisoblanadi. Kardiologlar hammasi mana shu kun davomida qon bosimingizni 3 mahal yoki 2 mahal o'lchaganingizdagiga qarab keyin lecheniya yozadi. Yoki faqat ertalabki yoki faqat kechqurungi emas. Agar qon bosimni siz to'g'ri yuritishni xohlasangiz, qon bosimdan tabiiy holatda chiqib ketishni xohlasangiz, men ishlab chiqqan qo'llanma bor. Bu qo'llanmani oladigan bo'lsangiz, 1 oy ichida qon bosimingizni kamida 10 mm rtutniy stolbagacha tushishiga erishasiz. Va u qo'llanmamda qon bosimini qanday o'lchab borish kerak, qaysi kuni qanaqa bo'lgan grafiklari, ovqatlanish tartibi, uxlab turishingiz hamma narsasi yozilgan. Qon bosim kundaligini to'g'ri yuritish uchun 7 kunlik daftarimiz mavjud va buni siz Telegram kanalingdan bepul olishingiz mumkin. Buning uchun izohlarda Telegram kanali havolasi bor. Shuni ustiga bosib Telegram kanaliga ulanib oling.